Men bu videoni yozishga qaror qildim, chunki bilaman, gipertoniya bilan yashash qanchalik og'irligini faqat boshidan o'tkazgan odam tushunadi. Men ham yillar davomida ertalab bosh og'rig'i, bosh aylanishi, yurakning betartib urishlaridan qiynalib yashadim. Har safar shifokorga borganimda menga yangi dorilar yozib berishardi, lekin ularning ta'siri bir necha soatgacha borardi, xolos. Bir kuni internetda gipertoniya haqida maqola o'qib qoldim. Nemis olimlari yaratgan, bosimni nafaqat pasaytiradigan, balki uning sababini yo'q qiladigan tabiiy kapsulalar haqida edi, tardiodot deb atalarkan. O'sha paytda ochiga ishonmadim, lekin baribir sinab ko'rishga qaror qildim. Tardiodotni ichishni boshlaganimdan keyin o'zimni butunlay boshqacha his qila boshladim. Avvaliga bosh og'rig'im kamaydi, keyin esa bosimim barqarorlasha boshladi. Eng muhimi, yuragimni bezovta qilgan o'sha og'irlik, vahima, bezoftalik sezilarli darajada kamaydi. Endi ertalab uyg'onishim osonroq, ishga borayotganda ham yengilroq yuraman. Bu dori haqiqiy yengillik berdi, nafaqat simptomlarni, balki kasallikning o'zagini yo'qotayotgandek tuyulyapti. Uning tarkibi ham tabiiy, melissa, ginkgo biloba, pustirnik, valeriana, bularni alohida ichganimda bunday ta'sir bo'lmagan, lekin bu kombinatsiya haqiqatdan ishlayapti. Shunchaki aytmoqchimanki, agar siz ham xuddi men kabi yillar davomida gipertoniya bilan yashayotgan bo'lsangiz, bu imkoniyatni boy bermang. Men afsuslanmayman. Siz ham sinab ko'ring. Maxsus chegirmali havola kanaldagi tavsifda va birinchi fikrda bor. O'sha yerdan topishingiz mumkin.